Omon akalar, sizlarga zo'r bitta taklif bilan chiqyapman. G'o'zapoya o'rish xizmatlarimiz bor. Vodiy bo'ylab bu xizmatlarimiz hozir Namangan viloyati Mingbuloq tumanida Xudo xolasa faoliyatimizni olib boryapmiz. Video davomida ham ko'rasizlar. Video davomida ham hali to'liq qilib tushuntirib beramiz. G'o'zapoya qanday o'rilyapti, o'shalarning holatiga qarab sizlarga ko'rsatib boramiz. Videomizga bitta like bosib qo'yasizlar. Shunaqa G'o'zapoya o'rdirmoqchi bo'lib yurgan akalarimizga jo'natib qo'ysizlaring, ushbu videomiz manfaatli, foydali bo'ladi. Ko'pchilik akalarimizda bitta savol tug'iladiki, Qobiljon, buni bug'doyni o'rgandan keyin somonaga chiqmaydimi degan narsaga, bu narsa somonaga chiqmaydi, irib o'zi yo'g'ib ketadi, sinovdan o'tgan narsa. Bu narsamiz ham zavodskoy G'o'zapoya o'radigan, xudo xolasa chiqmaydi, cho'tki holatda o'rib ketyapti. Mana ko'rib turibsizlar, yaqinroqdan ko'rib so'rasiz. O'rgan holatlari 3-4 santimetrda qolyapti. Bizda G'o'zapoya o'rish xizmatlari o'sha kelishilgan narxlarda xudo xolasa chiroyli sifatli qilib, o'sha vodiy bo'ylab o'rib beriladi. Telefon nomerlari yozilgan, aloqaga chiqaverasizlar, shunday xudo xolasa chiroyli qilib o'rib beriladi. Akalar, videoga bitta like bosib qo'yasizlar, xudo xolasa biz sizlarga aniq qilib texnikamizni yurgizib ko'rsatib beramiz. Texnikamizni yurgizamiz, hozir o'rayotgan holatlarni sizlarga ko'rsatib o'taman. 76 dan 90 gacha o'rib berish imkoniyatlari bor G'o'zapoyalari. Xudo xolasa ko'rib turibsizlar. Juda ham holatda, oborotlari ham yaxshi, umuman qolib ketib narsa bo'lgan yo'q. Chala qoldirgan yo'q demoqchi emas sizlarga. Akalar, mana shu holatda xudo xolasa o'rib ketyapti. Hozirgi o'rgan jarayonlarini sizlarga ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, holatlari mana shunchalik holatda, hammasi standart holatda qolyapti. Ayrim yerlarda ko'ryapmiz, endi kimdir narsa qilish kerak yo'q. Sizlarga shu holatlarni taklif qilib qolaman. Mana ko'rib turibsizlar. Mana shular ham o'zi irib, xudo xolasa o'sha preslaringga chiqmaydigan holatda bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, texnikamiz holatlari juda ham yaxshi holatda ketyapti. Shunday xizmatlar bor, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa kelishtirilgan narxlarda o'sha yer muzlama bo'lganda o'rib berishadi. Hozir aqdan kelayotganini ham sizlarga ko'rsatib o'taman.